Assalomu alaykum uyim joyim deydiganlar. Bugungi obzorimiz o'zgacha bo'ladi. Nimaga desanglar, bugungi uyimizni egasi mashhur bloger, ya'ni qaynona kelin obrazini birinchilardan yaratgan inson Sevara ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Sevara opa, nimaga bu joyni tanlagansiz? Biz hozir qayerda turibmiz? Biz hozir Sag'bon 30-tupik Qorasaroy Cityda turibmiz. Olmazor tumani eski chini tumanida. Eski chini zavodda o'rniga tushgan domlar hisoblanadi. Bizga nimasi yoqqan? Juda ham fayzli, ko'ryapsizmi? Hammasi deyarli o'zimizga o'xshagan yosh oilalar, farzandlar hammani tengdosh, udobstvolar bor. Udobstvo, komfort, hamma narsa, plashatkalar, u yoqda juda ham chiroyli fontanimiz bor, yonadi. Plus odamning kayfiyati ko'tariladi. Eng yoqqan tarafi bu yoqda masjidgacha 5 minutlik yo'l, maktabgacha 2 minut. Mana mabdan chiqsa 2 minut. Peshkom chiqqanda, ha? Peshkom. Yana qo'shimcha aytganlaridek fontan bor. Endi kechqurun yoqda oilaviy an'analar bo'ladi. Magazin bor, eng glavnisi, do'kon juda ham dom oldida bo'lishi важный. Har 5 minut chiqaveramiz-da, bu narsa kerak bo'lib qolsa bir qadam. Sevara opa, biz ayollarga bu narsa важный. Necha qavatli domda nechinchi etajda turibsiz? Ya'ni uyingiz nechinchi etajda? Bu 7 etajli dom, 8-etaji anaqa qilingan. Dupleks qilingan. Bizaniki oddiy, обычный birinchi etaj. Birinchi etajda joylashgan. Nimasi uchun bu joyni olgansiz? Nima uchun sotib olsiz? Obunachilarga qiziq. Birinchidan qo'shnilarim juda ham yaxshi, ko'pchilikni taniymiz. Ham mashhurlar ham ko'p bizda mahallaga kelaveringlar. Blogerlar juda ko'p ekanlar. Blogerlar ko'p, san'atkorlar juda ham ko'p. Va o'zimizga juda ham yoqadi. Hamma sharoit bor. Bog'cha, maktab, magazin, poliklinika, transport deysizmi? Hamma yoqqa 5 minutda yetib olasiz sentrga. Yo'l u yoq, mana Bavrumdan chiqqaningizdan keyin yo'l u yoq tomoni. Naryoq tomon joylashgan. Oilaviy poliklinika и sentrga любой joyga bir qadam. To'g'risini ayting endi. Parkovkadan muammo bormi, yo'qmi? Parkovkadan qanaqa? Bizda ikki xil parkovka bor. Bu yerda ulgurganlar kelib qo'yadi har kuni. Lekin unaqa janjal, talashish, unaqa narsalar yo'q. Lekin bir xil holatda meni parkovkam o'zimniki bo'lsin desa, orqada platniy parkovka ham bor. Bir xil o'zi sotib olgan. Necha pul turadi u narsa? Lekin shuni narxini bilmayman, endi erkaklar tushunadi. Men bilmayman, qiziqib ko'rmaganman. Atak bizani mashina oynamizni tagida turadi har doim. Parkovka joylarida muammo yo'q. Bemalol, kech kelsa ham sal nariroq qo'ysa ham baland joy bor. Kech kelsa ham u yoqga emas, sal yaqinroq joyga bunday qo'ysa ham bo'ladi. Endi bizda mana yashayotgan bo'lsak, shuncha yil bo'ldi, lekin aniq problema bo'lmadi. Bu o'rtada nima qilingan, Sevara opa? Bu o'rtada mana shunaqa plashatka qilingan, bolalar o'ynashi uchun, yosh kattalar chiqib, misol uchun o'tirishadi, dam olishadi skameykada. Kech payt kelsanglar juda ham fayzli, mana bu pikniklar qilishadi. Mana yoz oyi hamma fontanning atrofida, kimni farzandi bu yoqda mazza qilib bolalar piknik qilib, mazza qilib o'ynab katta bo'ladigan joy. Zo'r tarafi bu yoqda daraxt ko'p ekan. Zelen ko'p, ha. Juda ko'p. Ko'zingiz quvnaydi, xuddi bir ko'zingizni hozir massaj qilayotganga o'xshayapman. Maqtash emas, kelganinglarda bu narsani his qilasizlar. To'ppa-to'g'ri. Har gal kirib chiqayotganimizda Cityga kayfiyat ko'tariladi. Chunki tabiat chiroyli. Shunaqa. Bo'ldi, bo'lmasa qalaysan? Rasmiy qizimsan? Uyingiz bu yoqda joylashgan, birinchi qavatda. Mana bu uyim, ha. Shunda masjid ko'rsatib yuborsangiz bo'ladi. Shu masjid uchun ham olganmiz. Shunda oynani ochsa, ham masjid ko'rinib turadi, ham azon ovozi eshitilib turadi. Tushundim. Qarang, do'g'ri ham kolyaskalar anaqalarni ham qo'ysa bo'ladi. Bemalol qo'yib qo'yasizlar, hech kim tegmaydi. Hamma velik, hamma narsamiz shu yerda turadi bizani. Hamma narsani maqtadingiz, endi barham oluvchi odamga elektr energiya, ya'ni kommunalkasi qiziq. Svet gazdan muammo bormi, yo'q? Вот именно shu Bavrum Qorasaroy domlari shu narsa bilan mashhur. Bizda svet o'chmaydi. Svet o'chmaydigan mahalla deyshadi. Ha, svet o'chmaydi. Xo'jayinim ishonmadilar. Men aytdim, birinchi ko'chib kelganimizda aytdim, svet o'chmaydigan mahalla deyishyapti desam, bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan, faqat pulini to'lamasangiz o'chadi. Ana, avtomatik. Tushundim. Atak svet o'chmaydi. Birinchi qavat ekan, remontlari, mana ko'ryapsizlar, o'sha. Remont neoklassika stilida qilingan. Necha xona, necha kvadrat kattaligi? 3 xona, o'zi korobka 100 kvadrat, 110 kvadrat edi. Keyin aniq bo'linadi, mana devor remont qilingandan keyin. Shundan keyin 102 kvadrat. 102 kvadrat bo'ldi. Remontlarni haqiqatan u как blogerskiy formatda qilgan. Instagram uchun mo'ljallanganini bilyapti. Endi bizga shunaqa oqroq kerak bo'lgan, o'shancha bir tomoni oqroq. Xona orqa tomonidan ko'rsatganda bu kiruvchi katta hol ekan. Bu xo'p. Farzandlar bir mazza qilib o'ynaydigan joy qilibsiz. Mana bemalol futbol o'ynaydi, kalaskasida ham uchradi, veligida ham uchadi. Bemalol mazza qilib keng joylar yoqadi o'zimga hamda, o'shaning uchun ham. Bu yoq tomon nima?
Bu yerda mana xohlasanglar bu yerda garderob qilib ishlatsanglar bo'ladi. Siz bu yerda kerakli narsalarni Kladovkada menda narsam Banka, ko'p bo'lganiga boshqa hamma mayda-chuyda. narsam lishniy narsalar shu yerga kirib ketadi. Zato uyingiz bemalol akkuratniy turadi. Udobniy rost. Udobniy. Tushundim. Kelaylik endi birinchi xonasidan boshlaymiz. Bu yerda ota-ona uchun yashash qulayligini ham sezaman. Buni planirovka, uy planirovkasini ko'rib tushunib olasizlar. Bizda hozir как детский turibdi bu. Oyjongilar kelishgan payt oyjongilar ham maza qilib dam olishadi. Birinchi etaj bo'lganiga ota-onalarga, ota-onasi borlarga juda ham ideal variant bu. Oyog'i og'rib qoladi ularning oyjonda ham misol uchun tepa etajlarga chiqa olmaydi. Endi lift bor. Birinchi qavatda joylashgan. Lekin tez kirib chiqishga birinchi etaj zo'rda. Qarang, men mebel texnikani ko'ryapman. Uyimizda qoladimi? Ya'ni oluvchi insonga necha foiz qoladi? Shunday. Встроенный texnikalar, ya'ni o'rnatilgan texnikalar, mebellar hammasi qoladi. Qoladi. Da. Konditsionergacha. Konditsionergacha qoladi. Bu uyimizda kadastri bormi, yo'qmi? Voy, dokument hammasi ideal, hech qanaqa muammo yo'q, kadastrlar hammasi tayyor turibdi. Bo'ldi, tushundim. Bu yoq kuxnya. Nastroylarda bo'lmaydi, shuning so'rayapman. Yo'q, bu cho'tki dokumentlar. Umuman muammo yo'q. Bu kuxnya. Kuxnya ayollarning eng sevimli joyi. Men именно katta kuxnya bo'lishiga juda ham xohlaganman. Hamma texnikalari bor mana. Hammasi yaxshi, zo'r, cho'tki ishlaydi. Endi qaranglar. Hamma narsa qoladi. Farzandingiz bo'lsa, ko'chada o'ynasa, shuni ko'rib ham turadi. Mana shu yerdan chaqiraman. Mana shunday ko'rinib turadi, mana. Esetkam buzib qo'ying. Dostonu Javohiru deb chaqiraverasizlar endi. Voy, hamma biladi meni ovozimni. Maryam, Xalid deb. Yana qo'shimcha qulaylik, bu yerda zavtrak qilib ketadigan, oilaviy o'tiradigan joylarim bor ekan. Shuni oshxonadan ovqat yeb ketaverasizlar. 6 ta stul, hozir ikkitasi kladovkada. Endi bizga kichkina oila bo'lganimizga, atak katta oila bemalol oladi. Birinchi qavat ekan, bilasiz, birinchi qavatda ko'pchilik o'ylaydi, zaxli bo'laydi. Shunaqa narsa bormi, yo'qmi? Yo'q, bu yerda unaqa zax yoki sovuq degan narsa yo'q, chunki balangina, qarang, birinchi etaj bo'lsa ham teparoqda turibdi. Yer bilan bitta emas. Mana qishda o'zingizlar yashadinglar. Shuni ayting. Mana bu registrlar qaynon turadi, qo'l kuyadigan darajada. Oldingi domimizda unaqa narsa bo'lmagan. Yaxshi isimas edi, дополнительный обогреватель qo'yardik. Bu yerda nabarot, ayniqsa spalni hozir kiramiz, chaqaloqni o'sha yerda katta qilasiz, uxlaydi kechasi. Issiqqina mazza qilib aniq qildik-da. To есть sovuq bo'lib qolmaydi. Yo'q, undan umuman. Bu xonamiz zalmi shunda? Bu zal 725 ga 325 adashmasam, uzungina zal. Stol ham bemalol sig'adi, xohlasanglar mягкий mebel qilib qo'yasizlar. Biz endi yaqinda oldik, bu yerga olib chiqib ketamiz bularni. Tushundim. Bularni olib chiqib ketasiz? Parda qoladi. Parda qoladi, do'stlar. Zo'r. Televizorchi? Televizor ham biz o'zimizniki bu. Olib ketamiz. Planirovkasi ko'rgan bo'lsangiz zonalarga bo'lingan-ku. Shunisi juda ham yoqadi. Ya'ni u yoq xonada misol uchun oyjongilar o'tirishsa, bu yoqda отдельный misol uchun tualet, hammom, vannaga kirishga yosh oilaga juda ham qulaylik. Umuman men novostroyka xohlaganman, chunki vtorichka bo'lganda oldingi uyimizda. Novostroyka xohlaganman. Sentr bo'lgani uchun bolalarga o'sha o'qish, maktab, bog'chalari yaxshi bo'lishi uchun shu lokatsiyani tanlaganman. Kelaylik, gap isboti bilan bo'lsin, o'sha uy planirovkasini ko'rsatib ketaylik. Mana misol uchun bu yerda ota-onalar uchun yoki bolalar uchun xona qilib qo'ysanglar, farzandinglar katta bo'lgan bo'lsa. Bu yerda o'zingizlar. Bu yerda mana spalni bor, ikkita sanuzel bor. Misol uchun kirib chiqib yursanglar ham bu yoqqa misol uchun noqulay bo'lmaydi-da, juda ham chiroyli qilingan. Bu xonasi nima endi? Bu mana o'zbekcha tualet deydi-yu. Shunaqa tualet. Zo'r. Da, anaqasi rakvinasi bilan. Bu yerda ham обычный унитаз, душевой, тоже раковина и кремашина bor. Qarang, issiq suvda muammo yo'q. Yo'q, unaqa hech qanaqa suv, kommunalka, suv chiqmay qoladi-da, bir xil eshitganman, lekin bizda umuman yo'q. Bemalol kelib tekshirib ko'rishsin, ishonishmasin. Tushundim. Bu spalni, mana spalni kattagina, bemalol, chunki oldingi uyimizda spalnida chaqalog'imizning kravati sig'masdi. Hozir mana bemalol. Sizni uyingizda bizani o'zimiz terminda shunaqa narsa gap bor. Invalid uy deyshadi. Invalid uy qanaqa deysa, oynasi bo'lmaydi. Sizni unaqa emas ekan. Bizaniki ham bunaqa 5 burchakli. Oynasi bor ekan. Hozir nimaga issiq deyapman? Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda ikkitali. Ikkita radiator. Da, ikkita radiator bor. Mana bu ham bemalol havo aylanishlarga, yozda проветривать qilishga вообще ideal. Mana 5 ta nima deydi? Bunaqa burchaklikni.
Shundaylar, zo'r, chiroyli. Momodosiga chivin uchun setkalar qo'yib qo'yibdilar. Da, Udobstvoda setkalar ham. bor mana. Archa daraxt juda ko'p. Zelin, hamma yoq zelin, kislorod bilasizlar hozir bizada havo birinchi o'ringa chiqibmiz yana. Endi shuncha maqtadik. Sevara opa, Ha. uy narxi keladigan bo'lsa nechi pul olasiz? Ha, ot bilan to'yib olarmi deydi. Shu kvadratiga O'zi 102 kvadrat. 102. O'shani hisobidan kelib chiqib aytaylik. 1 kvadratini nechi pul? 1 kvadratini Bo'lishini. bo'lishi 1300 dan qilib beramiz. 1300 dollar, yana ozgincha o'tib beradigan joy bo'ladi. Yo'q. Yonib qiziqni. Realniy klientlar kelsa gaplashamiz-da. Gaplashasizlar. конечно, Xullas shunaqa gaplar, uyim joyimda deganlar, menga shu joy yoqqani uchun planirovkasi, remontlari zo'r chiqibdi. Udobstvolarni o'zingizlar ko'rdinglar. Mazza qilib yashaydigan uy kelib. Bu Просто videoni- biz hovli olamiz, shunga yig'lab ketyapmiz. Bu videoni shu torroq kvartirada yashab, kengaytiraman degan insonlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasa, pastda uy egalari nomerini qoldiraman, bemalol bizdan Bemalol telefon qilinglar, любой payt. Sog' bo'linglar.